Nimchorak finalning 3-kuni ham yakunlandi. Chorak finalning ilk juftligi ma'lum. Kecha tunda nimchorak finalning dastlabki 4 uchrashuvi bo'lib o'tdi. Kutilganidek Bavariya va Inter ilk uchrashuvdagi ustunlikni boy bermadi va bizga chorak finalning ilk qarama-qarshiligini ma'lum qildi. Feyenoordku mayli, ammo Bayerndan kutilmalar ko'proq edi. O'tgan mavsum Yevropa Ligasi finaliga yeta olgan Alonso bu safar ham uzoqroq yo'lni bosib o'tadi deya taxmin qilinayotgandi. Ammo myunxenliklar Germaniya asl egasi kim ekanini barchaga ko'rsatib qo'ydi. Monjuikda bo'lib o'tgan uchrashuvda ham mo'jiza sodir bo'lishidan ko'ra favorit jamoa g'alabasi ko'proq kutilgandi va yakunda ham Barselona Benficaga imkon qoldirmadi. Uchrashuv qahramoni navbatdagi eng yosh rekordini yangilab qo'ygan Yamal emas, yana Rafinha bo'ldi. Braziliyalik Wenger ushbu o'yini bilan go'yoki oltin to'p uchun boshqa nomzodlar Dembele va Salahga endi sizlarning yurishingiz degan mesej yo'lladi. Enfieldda bo'lib o'tgan uchrashuv bizga navbatdagi final oldi finalni taqdim etdi. Parijda shturmlarga dosh bera olgan Liverpool kutilganidek uyida hujumkor o'yin namoyish etdi. Ammo karma deganlaridek javob o'yinida ham ko'proq himoyalanayotgan jamoa PSG hisobni ochdi. Qisman Dembele Rafinhaga javob yo'lladi. O'zining eng zo'r mavsumini namoyish etayotgan Salahni Mendes to'laligicha zararsizlantirdi. Penaltilar seriyasiga yetib borgan o'yin yakunida haqiqat yuzasidan tan oladigan bo'lsak, kuchli jamoa g'alaba qozondi. Italiya uchun Yevropa chempionatida xaloskor bo'la olgan Donnarumma bu safar parijliklarni keyingi bosqichga olib chiqdi. Ilkicha bizga kutilgan olovli uchrashuvni taqdim eta oldi. Bugun tunda Madrid shahrida navbatdagi otishma bo'lib o'tadi. Simeone Chempionlar Ligasida ilk bora Real ustidan g'alaba qozonib, qora ananasiga chek qo'yadimi yoki Real jamoasi yana bir bora ham shaharlarni turnirdan chiqarib yuboradimi? O'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring va bizga a'zo bo'lishni unutmang.